Assalomu alaykum hammaga. Bugun shu eski o'yinimiz Age of History 2 Definitive Edition'ni o'ynaymiz. Bugun nima haqida gaplashamiz bilasizlarmi? Bugun Instagramdagi blogerlikni tugatmoqchiman. Bugun so'nggi videoimni olmoqchiman. Bunga sabab nima bilasizlarmi? Instagramdagi ba'zi bir eng yaqin insonlarimda ko'nglimni yomon qattiq og'ritishdi. Ustimdan kulishdi. Kalaka qilishdi. Bu yog'iga YouTube'da kontent olib boraman. YouTube'ga ham bu videoni joylab boraman. Instagramdan umid yo'q. Instagramdagi, Telegramdagi yaqinlardan ko'ra YouTube'dagi yaqinlaring ming marta afzal ekan. Endi qanday haqorat qilganlarini aytib o'tolmayman, sababi meni Instagramda kuzatuvchilarim orasida ota-onam bor, yaqinlarim bor, qarindoshlarim bor. Buni aytishga tilim bormaydi. Mana shunaqa gaplar. O'zim kutmagan insonlarimdan shunaqa narsa kutdim. Shunaqa azizlar. Bugundan Instagram blogerligimni tugatdim. Bundan keyin Instagramga video joylamayman. Bu so'nggisi. Hatto bu o'yinni o'ynagim ham yo'q. Shunchaki sizlarga tugatganimni va eng so'nggi joylagan videoim mana shu bo'ladi. Hammaga rahmat. Shunchalik hurmat qiladi. Hurmatim bor ekan bildim. Hammaga rahmat.